Kamerani ham yoqib oldim. Bola, bugun mana oddiy hayotim bo'ladi Minecraft'dagi. Hech qanaqa montaj qilinmagan video bo'ladi. Unda boshladik. Mana birinchi bo'lib ertalab turib men ekinlarimni ko'raman, do'stlar. Mana o'sib qopti ekinlarim ham. O'sh, o'roq qani. Sizlarda o'roq nima deyiladi shevalarda? Aytinglar. O'rog'i olamiz do'stlar. Xo'sh. Mana do'stlar. Shu o'roqni ekin o'rsa zo'r narsa bo'ladi. O'roqni kuch ketmaydi do'stlar. Mana shunisi yaxshi. Endi bularni saman ekamiz faqat do'stlar. Xo'sh. Samandan non keladi, nonni yeymiz. Boshqa nima qilamiz? Xo'sh, do'stlar, videoga like, obuna bosib qo'yinglar. Xo'sh, endi narsalarimni borib sotib kelaman do'stlar. Mana bu yoq qishlog'imiz juda katta. Chegasi o'rab chiqilgan chegara bo'lgan. Mana qishloqlar mazza qilib yuribdi. Kommentariyaga yozinglar, shu yerga bitta uy quraymi? O'zim yashagani yo'q. Biron narsa qilaymikan. Oppa, tomdan chiqamiz. Water drop qila olaman deganlar like bossin, qila olmaydi deganlar obuna bo'lsin. Qani? Tirib qoladi. Voy! Obuna bo'ldinglarmi? Obuna bo'lgan ekansizlar-ku. Xo'sh. iPhone 15 bormikan aka? Bitta qopti kakras. Ovalimkan, yo'q, telefonim bor. Xo'sh. Mana narsalarimni sotgani keldim. Sotib ekan. Bola mana sotib oldik. Xo'sh, bu yerdagi nima? Xo'sh. Endi ketamiz. Do'stlar, endi uyga boraman do'stlar. Xo'sh. Eshigim ham buzilib qolibdi. Xo'sh. Hamma narsamni qo'yaman mana. Jitilla tuxumimi? Nima bu axlatlar? Bularni tashlab do'stlar, kerak emas. Xo'sh, do'stlar, ozgina YouTube akkauntimni kuchaytiraman, video joylayman. Xo'sh, yaxshi. Endi borib musorlarimni tashlab kelib go'sht olib kelsammi? Bola, ovqat qilaman. Mana shunga go'sht olib kelaman do'stlar. Xo'sh, borib musorlarimni mana magazinda musorchaga akalar chiqayapti magazindan. Mana shu yerga tashlaymiz do'stlar. Mana pastidagi bu lava do'stlar yo'qib ketadi, hamma narsa yaxshi degani bu. Xo'sh. Endi borib go'sht olamiz. Ovqat uchun go'sht. Aka, go'sht qanchadan? Aka, go'sht yaxshi puli 100 mingdan, 140 mingdan olib qoldim. Voy, metmayapti. Aka, mol go'shti bormi? Yo'q, kam qolmadi. Mayli. Do'stlar, go'sht yo'q ekan, endi nima bilan yeymiz? Mana go'sht bor ekan do'stlar. Hozir qishloqda, lekin hayvonlarga ozor berish mumkin emas. Mayli, bo'lmasam nima qilaman endi? Qornim och bo'lsa. Sandig'imda ko'raychi, yegan narsa bormikan? Bu yegim kelmayapti do'stlar, achib ketgan. Bo'lsam telefon olamiz, ozgina o'ynaymiz. Xo'sh, bo'ldi. Jetcha o'ynadim. To'xtanglarchi hozir. Ot. Wi-Fi qotdi. Kompyuterdan ko'raychi. O'zi bugun qotir ekan, pul to'lash kerak ekan do'stlar. Hamma xarajatim bir kunga kelib qoldi. Puli qancha ekan buni? Buni puli 5 ta izumrud.
Bolamiki 1 oyga to'lamayman, 1 yilga to'layman. 500 umrut degan bu 1 million bo'lib qoladi. Xo'sh. Endi buni to'lab qo'yamiz, mana onlayn to'laymiz. Xo'sh. Qornim ochib ketdi, ana ovqat tashlayveradi. Bular nimaga yemaganimning sababi bular achigan. Bu go'sht, xom go'sht pishirgan narsam yo'q, buncha bor ekan. Unda bolalar hozir. Unda bular qo'yib qo'yaman. Unda bular tashlab kelib o'tin terib kelaman. Bolalar yangi pishgan go'shtimiz. Xo'sh, birinchi bor bitta musor qolib ketibdi ichimda do'stlar, men bunaqa nimadir qolib ketibdi, ko'rinmayapti. Tashlab olish shu yerga. Bo'ldi ana. Endi borib o'tin terib kelishim kerak. Mana bu yerda daraxtlar bor. Shu yerdan terib kelaman. Qishloqlar, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Yaxshimiz. Mana shu oddiy kunim do'stlar, mana oddiy kun bo'lyapti. Ahlatga tashlab kelmadik-ku aytgancha go'shtni. Mayli, borib tashlab kelamiz. Qolib ketibdi. Yana bir narsa bor ekan tashlab kelgani. Achib qolgan do'stlar, buni yemaymiz. Yangi svejiy go'shtdan pishiramiz. Xo'sh. Uyga borsam hozir do'stlar. Uyga boraman. Hop. Xo'sh. Boltamam yo'q do'stlar. Boltamam yo'q. Nima qilaman endi? Mayli, qo'lda chopib kelaveraman. Xo'sh, do'stlar. Hech kim indamasmikan chopsam? Chopish mumkinmi daraxtlarda? Yo'q, bu yerdan chopish mumkin emas. Daraxtdan chopish mumkin. Rahmat. Do'stlar, undan qilamiz. Qishloqdan tashqariga chiqamiz. Chiqish mumkin emas. Lekin chiqamiz baribir bolalar. Tuxum todim. Birla qovurib yeyman. Yaxshi do'stlar, mana hech kim indamaydi-yu, indaydi, lekin aytaman-da sababini, o'tin kerak deyman. Xo'sh, bolalar, qaysi o'tin? Mana shu daraxtni chopamiz. Xo'sh. Bir 4 tacha daraxt yetib qoladi bolalar. 4 tacha daraxt bemalol yetadi. O'y. Xo'sh, videoga like bosinglar do'stlar. Bu Minecraftdagi oddiy bir kunim. Xo'sh. O'tin chopamiz. Qo'lda chopamiz. Qo'lim og'rib ketdi. 4 ta yetib qoladi. Endi qishloq ichiga kiramiz yana do'stlar. Shu yerga eshik qilib qo'ysa bo'lardi, lekin eshik nimagadir qilinmagan. Keyin qilib qo'yaman do'stlar, bu videodan keyin. Xo'sh. Kiramiz. Xo'sh. Endi borib uyim ichkarisida pishiraman. Qo'shnilarim so'rab chiqadi, bo'lmasa menga ham ber deb. Nechta yeyman? Bittaga to'yaman o'zim, mayli ko'pgina yeymiz do'stlar. Bugun bayram qilamiz. Davay, yonishini ko'rasiz. Olovi ko'kmi bolalar? Nezirdamizmi biz? Yonib qolar ekan, qaranglar. Vau, zo'r turar ekan bolalar. Xo'sh. Go'sht pishgungacha notebook o'ynab turamiz bolalar. Yaxshi. Xo'sh. Borib buloqdan suv ichib keldik. Bolalar, suv ham olib kelaman. Idish yo'q-ku, mayli. Oldimda-yu ichamiz. Уже kecham bo'pti bolalar. Abidlik qilaman deb. Уже ertalab choy ichaman deb mana kechki payt bo'ldi. Do'stlar, mana uyimda chiroq. Endi mana go'shtlar ham pishibdi bolalar. Endi bir ujin qilib olamiz. Ujin deymi, o'zi nima deydi, rus tilini bilmayman. Qornim ochmabdi-ku. Bo'ldi mana. Tuxumni qovurmabman-ku. Tuxumni shu yerda ochib qo'yamiz. O'la sinib ketdi, qo'limdan tushib ketdi. Kech bo'lganda bir ko'chani aylanib kelamiz bolalar.
bugun aylangim kelmayapti. Mayli, bir qishloqqa yurib kelaman. Shoshmana bolalar. Qishloqlarga ham ko'rsatib kelaman. Chegarada aylanamiz unda bolalar mana. Hop, hamma yerda svet bor, lekin meni uyimda yo'q. Qo'ymabman, mayli. Xo'sh. Bolalar mana. Voy, charchab ketyapman. Bolalar, bu yerda svet yo'q ekan, lekin mayli, yuguramiz. Bu yerda har doim bayram bo'ladi, qishloqlar keladi. Mana bir kiruvchi joy yetmayapti-kan bolalar. Qishloqlar bugun ko'p ekan. Uyga kiramiz, mayli mana. Aylanib chiqdik butun qishlog'i. Kamtironaga borsammikan kechqurun? Ketadi-yu. Aka mana bitta solib qo'ydim. Dada yaxshi o'ynayapti. Davay. Ozgina o'ynaymiz. Bo'ldi, zerikdim. Jichcha o'ynadim, lekin zerikdim. 1 sekund ham o'ynamadim. 1 sekund. Davay, uylarga tarqaylaman. Asamni buzmanglar. Uxlaymanman. Bolalar mana jitillar kechki bozor qiladi. Narsa sotib yurishadi. Biz uxlaymiz. Kartoshka, piyoz, bulg'or, so'vat, kirso'vat, araq so'vat, ishton, beka, tursak, ko'rsak, gilam, oyoq, tuyoq. Bo'ldi, nimcha? Hamma yoq sotami? Aytdim-ku hozir. Kerak emas ish bola, nimcha bozor qilardilaring? Bo'pti ukam. Tuz kerak emasmi? Yo'qoling. Uxlaymanman. Do'stlar, shular uxlashimga xalaqit beraveradi-da. Shu bir uxlaymiz unda. Kim ya? Mushukmi? Shu mahallani mushuqlardan ham tinchimadim-da. Do'stlar, bir qo'rqitib qo'yaman. Bo'ldi, ketinglar uylarga, sizlar ham. Yo'qoling, o'ltiraman. Bo'ldi, qo'rqitib qo'ydim do'stlar mushuqlarni. Bo'ldi, endi va nihoyat uxlaymiz. Videoga like bosib qo'ying, obuna bo'lib qo'ying. Shu bir kunim shundan iborat edi. Yoqqan bo'lsa videoga like bosib qo'ying va kommentariy yozib qo'ying. Unda men uxlayman. Mazza.